Mana manzaraga bitta o'zingizlar baho beringlar-da. Bunaqangi lokatsiyadan bunaqa uchastka har doim ham sotuvga chiqavermaydi. Aylanasiga ham katta bog'i o'rtasida joylashgan 6 sotixli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Bugungi kunda toza havo muammosini bilasizlar, global darajaga chiqdi. Bu joyni oladigan bo'lsanglar, sizlarda toza havodan muammo bo'lmaydi. Ko'rib turganinglardek, har bitta yotoqxonaning derazasi mana shu bog'ga qaragan bo'ladi. Mana shunaqa bahavo joylardan uchastka qidirganlar uchun madaniyatga kelganmiz. Uchqahramon postidan 7 kilometr o'tganimizda Madaniyat mahallasidan mana shu 6 sotixli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Faqatgina fasad ishlari qolgan. Hovli taraflama ham katta ziloniy zonalarni ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, mana shunaqa xo'l bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Uni o'zida biza zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. O'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Chap qo'lda ham katta zal mehmonxona, chiroyli mebellar bilan birga. Bunaqasiga yotoqxonalar ketma-ket, o'ng qo'lda birinchi yotoqxonamiz, katta yotoqxonasi o'zini sanuzi bilan birga, o'rtada bitta bolalar yotoqxonasi, undan keyin yotoqxonani ham ko'rdinglar, koridor oxirida bitta umumiy sanuzlar ham joylashgan bo'ladi. Kuxnaga keladigan bo'lsak, kuxnamiz ham kattagina razmerda bemalol ovqatlanish mumkin. Bundan tashqari binoning tagida katta podvollari ham bor. Ko'rib turganinglarda remontlar juda ham zo'r holatda. Uchastkamizning narxini $180 ming deyishyapti. Hali kelishadigan joyi bor, pastda egalarining nomeri. Mana manzaraga bitta o'zingizlar baho beringlar-da. Bunaqangi lokatsiyadan bunaqa uchastka har doim ham sotuvga chiqavermaydi. Aylanasiga ham katta bog'i o'rtasida joylashgan 6 sotixli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Bugungi kunda toza havo muammosini bilasizlar, global darajaga chiqdi. Bu joyni oladigan bo'lsanglar, sizlarda toza havodan muammo bo'lmaydi. Ko'rib turganinglardek, har bitta yotoqxonaning derazasi mana shu bog'ga qaragan bo'ladi. Mana shunaqa bahavo joylardan uchastka qidirganlar uchun madaniyatga kelganmiz. Uchqahramon postidan 7 kilometr o'tganimizda Madaniyat mahallasidan mana shu 6 sotixli uchastkamizda sotuvga qo'yilgan. Faqatgina fasad ishlari qolgan. Hovli taraflama ham katta ziloniy zonalarni ko'rishimiz mumkin. Asosiy binoni tushuntirib beradigan bo'lsam, mana shunaqa xo'l bilan boshlanadi. Xonalar ketma-ket joylashgan. Uni o'zida biza zal mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. O'ng qo'lda joylashgan bo'ladi. Chap qo'lda ham katta zal mehmonxona, chiroyli mebellar bilan birga. Bunaqasiga yotoqxonalar ketma-ket, o'ng qo'lda birinchi yotoqxonamiz, katta yotoqxonasi o'zini sanuzi bilan birga, o'rtada bitta bolalar yotoqxonasi, undan keyin yotoqxonani ham ko'rdinglar, koridor oxirida bitta umumiy sanuzlar ham joylashgan bo'ladi. Kuxnaga keladigan bo'lsak, kuxnamiz ham kattagina razmerda bemalol ovqatlanish mumkin. Bundan tashqari binoning tagida katta podvollari ham bor. Ko'rib turganinglarda remontlar juda ham zo'r holatda. Uchastkamizning narxini $180 ming deyishyapti. Hali kelishadigan joyi bor, pastda egalarining nomeri. Mana manzaraga bitta o'zingizlar baho beringlar-da. Bunaqangi lokatsiyadan bunaqa uchastka har doim ham sotuvga chiqavermaydi. Aylanasiga ham katta bog'i